Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum bizning kanalimizni muxlislari. Mana yana biz bugun Toshkent viloyatidamiz, Perevaldamiz, O'zbekistonda. Hozir biz eng mashhur Qamchiq dovonidamiz. Men dadam bilan birga kelganmiz. Qanday ob-havo hamma yaxshiyaptimi? Zo'r. Gap yo'q. Necha yilda keldingiz? 30 yildan. Ha, mana 30 yilda deyapti. Bir anchadan beri kelmagan edi. Hozir mana 45 yillik uchrashuv ketyapmiz. Ana tabiatni ko'rsanglar, zo'r delegatsiya bilan ketyapmiz. Mana Azizbek polvon do'stimiz, Suzalilar billamiz. Operator Javlon O'rmonov, mana men o'zim ko'rsatib qo'yay operatorni. Ana kadr ortida. Albatta kelsanglar, mana shu maxsus suratga tushadigan yer ekan. Shopir akamiz, Muzaffar akamiz mana madaniyatdan bizga yaxshi mana hamroh bo'lib biz olib yuribdi. Ko'ringlar. Ajoyib manzara pastdan. Обязательно kelib ketinglar do'stlar. Zo'r. Ajoyib. Tog' echkisi, tog'ni ramzi. Tog' echkisi ko'ryapsizlar. Ochig'i oziq-ovqat gap yo'q bu yerda. Har bir oshxonaga kirsang sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlangan, hammasida yo'l vobshe gap yo'q. Xalqaro standartlarga javob beradi. Beton to'shalgan, ustidan asfalt to'shalgan yo'l. Mana shu yerda mana tog' gullari sotadigan, spetsialniy buket qilib. Shu Qamchiq dovonining ramzi. Qurut, bodom, ko'ryapsizlar, gullar. Do'stlar, yana bir bor kanalimizda sizlarni kutib qolamiz. Instagram va raqchasida James Bond KG, Suzak Times kanallarida sizlarni podpisatsiya qilishinglarni kutamiz. YouTube'da Urmanov TV va Jamshid Urmanov kanallarida podpisatsiya qilishni unutmanglar. Ko'rishguncha yo'lda sayohatda davom etamiz do'stlar.